Eng arzonda sizlarga arzon narxda Mercedes-Benz Sprinter avtomobilini ko'rsataman. Holati yaxshi ekan. 2010-yil 7 ta gaz baloni bor ekan, 8-chi salonda ekan. 72 kubda o'tadilar. Xo'p. Kraskalar etlarida bor. 271 motor bilan jihozlangan. Stagedan shu gazni qo'yib qo'yish kerak ekan. Xo'p, prebegi esa noma'lum ekan. 999 bo'lib turibdi. Bunaqa narsalargacha qo'yib qo'yishgan. Holati zo'r, mexanika korobkada. Yurishlaridan umuman muammo yo'q deyaptilar. Menimcha motorlar almashgan, texpasni ko'rganda dvigateli raqamsiz deb yozilgan ekan. 271 motorlarda, ana kompressor motorlarda bo'ladi. Holati juda ham zo'r, benzinli motor. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q ekan. Maza qilib ishlab yurishgan ekan. Pul zaril bo'lib sotamiz deb qolishdi. Mana afishka qilib qo'yishgan, to'g'rirog'i yuklar bilan turibdi mashina. Yukini ko'chirib boshqa mashinaga o'tkazib yuboramiz deb aytishdi. Holati zo'r ekan, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi, haydab. Holati ish qilib zo'r. 2010-yil gaz balonlari bilan bu mashinani tayyor sizlarga bu mashinani Sprinterni eng arzon kanalimizda $14,000 ga beramiz, o'chirib qolinglar.